Ajrashaman dedingmi, tamom ajrash. Yoki-da bu so'zni umuman ishlatma. Otangni uyiga ketdingmi, qaytib kelma. Qaytib keladigan bo'lsang, hech qachon chiqma eringni uyidan. Va mana shu qilgan ishlaring seni obro'sizlantiradi. Tamom hurmating bir ting bo'ladi. Nima uchun? Ayol jahl ustida bir janjal sabab siz bilan ajrashaman dedi. Er nima qiladi? 99% erkak ajrashur deydi. Bor ket deydi. Yo'q, xotinjon iltimos meni kechir, endi qilmayman deydigan erkak ham, "Pожалуйста" deydi. Bo'ldi, men ketaman, siz bilan yashamayman dedi, ketaver deydi. Qiz ketadi otasinikiga. 3-4 kundan keyin qaytarishib yuboradi. Erni mineniyasida nima paydo bo'ladi? O'zi ketar, o'zi kelar. Bu men bilan ajrasha olmaydi, majbur otasining uyiga sig'maydi deydi-da, nima ish bo'lsa qilaveradi xotin ustida. Nima gap bo'lsa gapiraveradi, ko'ngli bilan esa vobshida ishi yo'q. Ayolning xatosi nima bo'ldi? Ajrashaman dedi, gapi yerda qolib ketdi, ajrasha olmadi, ketaman dedi, ketdi, lekin yana qaytib keldi. Ajrasha olmaysanmi? Keta olmaysanmi? Qilma bu ishni, aytma u gapni. Mana shu ishni aytib qilmadingmi, qadrsizlarni urasan. Ishon, mana shu narsa bor. Agar gapim to'g'ri bo'lsa, aytinglar kommentariyada. Savollarga mana shu orqali javob berib o'tyapman. Yangi turmush qilayotganlarga dars bo'lsin, hech qachon ajrashaman demang eringizga. Aytdingizmi, tamom ajrashing. Kimdir oilasini buzib tashlash emas maqsad. Aytilgan gapni bajarmas ekansiz, sizni obro'yingiz, qadringiz, hurmatingiz tugaydi.